Qo'qonda premium mahalla bo'lishi kutilayotgan joydan hovlingiz bo'lishini xohlarmidingiz? Unda videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Qo'qon shahrining istiqbolli va sokin hududi Yangi To'laboy masjidi yaqinida joylashgan 2 qavatli podvali bilan birga mo'jaz, lekin qulay 7 xonali hovli sotuvga qo'yildi. Umumiy maydoni 204 sotix bino pishiq g'ishtdan sifatli qilib qurilgan. Hozirda korobka holatida, ya'ni tayyor loyiha asosida qurilgan, lekin ichki remontini o'z xohishingizga qarab yakunlash imkoniyati bor. Har bir kvadrat metrdan unumli foydalanilgan. 3 ta sanuzil joylashtirilgan. Bu esa katta oila uchun qulaylik yaratadi. Kommunikatsiyalar to'liq, gaz, suv, svet, kanalizatsiya mavjud. Eng e'tiborlisi, bu loyiha shunchaki bir uydan iborat emas. Bu yerda jami 25 ta kottejdan iborat premium mahalla barpo etilmoqda. Hozirda 5 ta uyning ikkinchi qavat ko'tarilish jarayoni, ya'ni siz bu joyni ertangi kunning eng obod maskanlaridan biri sifatida qo'lga kiritasiz. Hudud katta yo'lga yaqin. Yaqin atrofda yangi bozor, maktab, bolalar bog'chasi, o'quv markazlari, klinika va savdo markazlari joylashgan. Eng asosiysi, bu joyning havosi toza, muhiti tinch va osoyishta. Mahallaning kirish qismiga alohida asfalt yo'l tortiladi. Butun hudud zamonaviy infratuzilma bilan ta'minlanadi. Shuning uchun hozir xarid qilgan odam nafaqat uy, balki kelajakdagi obod mahalladan joy oladi. Narxiga egalar $75 ming so'rashyapti. Yana kelishamiz deyishdi. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilgan joyim mana shu. Bu loyihani tayyor holatdagi ko'rinishi mazza-yu, ha? Manzil Qo'qon shahar To'laboy ko'chasi, mo'ljal Yangi To'laboy masjidi yaqinida joylashgan. Egalarning raqamlari ekraningizda, kelishga ko'rib joyni baholab kelishingiz mumkin. Qo'qonda kimni tanisangiz barchaga videoni ulashib qo'ying, hech kim qolib ketmasin.